O'sha mashhur Xitoy gabiliklarimizdan yangicha rasvetkalardan keldi. Xudo xohlasa bu yangilik bu rangim ustiga qoladi. Bundan keldi. Ko'pchilik so'rab, rosa kelib qon qilishdi klientlarimiz. Bu молочный, bu уже kelishi bilan sразу 10 kun ichida tugagan. Buni bu yangiliklarimiz. Вообще сочный rasvetkalar. Buni aytmasam ham bo'ladi. Buni o'zi res O'zbekiston tanib qoldi bu rasvetkalarni. Bu ham oq qorasi kombinatsiyaga ishlatsanglar bo'ladi. Bu oq qora qilib. Bu qora ham legenda bo'ldi. Kacheliligi, ko'rpachaligi zo'r chiqdi. Mana bu yoqda yangiliklarimiz, yangicha gullar. Yaxshi rasvetkalar o'rganmiz. Xitoy gabiliklarimiz sifati yaxshi, ko'rpachaligi, kardigan, gilam chexol, mebel chexol, stulligi, panama, kepka, har xil narsalar ishlatishyapti. Universalniy bo'lib ketdi. Dasturxonlar, nakitkalar. Xudo xohlasa bemalol zakaz beraverasizlar. Kechgacha bularni ham rasmini tashlab qo'yamiz. Xudo xohlasa. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.